Mana shu foton apparatni yechgani kelganman karyerga. Xo'p, pasunkalarni yechib oldim, apparatini yechib oldik. Apparatni bagajda joylab oldim. Oldinroq kontentimiz esdan chiqib qolibdi. Plitasi bilan yechilingan. Fotonning yechilish jarayoni yo'chilyapti. Yangi bosamiz. 100% shochilib bo'ldi. Pulni juda ayib chiqdi. Vurib ketgan, restavratsiya bo'lgan ekan. Bu yangi emas. Yuvib qo'yildi. Ertaga toza sararka bilan bitta chay yoramiz. Xudo xolisa fotonimiz bo'lib qoldi. Qilish boshlandi. Eski zapchas, bu yangi zapchas. Fotonimiz tayyor. Foton tayyor bo'ldi. Sunib qildik. Kraplar tortildi. Zakonnik xudo xolisa.